Xorazm xonligi 409 yil yashagan davlat qanday qilib shuncha vaqt tirik qoldi? 1511-yilda Eron Xorazmni bosib oldi. Lekin 1 yildan keyin Ilbarsxon Eronni haydab yubordi. Arab shahid sulolasi boshlandi. 1600-yilda fojia yuz berdi. Amu daryo yo'nalishi o'zgardi. Qadimiy Urganch tark etildi. Lekin 1619-yilda Arab Muhammad xon yangi shahar qurdi. Uning nomi Xiva edi. Keyin afsonaviy xon paydo bo'ldi. Abulg'ozi Bahodir xon jangchi edi. Qalmoqlarni 2 marta mag'lub qildi. Lekin bu yetmadi unga. Kitob ham yozdi. Shajarai Turk va Shajarai Tarokima asarlarini yozgan jangchi va olim. Abulg'ozi turkiy tarixni yozma shaklda saqlab qolgan kam sonli hukmdorlardan biri edi. Abulg'ozi aqlli xon edi. U qabilalarni 4 guruhga bo'ldi: Qo'ng'irot, Uyg'ur, Qipchoq, Mang'it. Har biriga inak rahbari qo'ydi. Tartib qaror topgan edi va ular mo'jizaviy. Ichan qal'ani 17-19 asrlarda bosqichma-bosqich qurishdi va u 2200 metr devorga ega edi va 7-8 metr balandlikka ega bo'lgan. 54 ta yodgorlik. Bu san'at asari emasmi? Xiva gullab yashnadi. Mintaqaviy savdo tarmog'i markazi bo'lgan ipak, gilamlar, oltin, zargarlik. Savdo sotiq juda ham kuchli edi. Savdogarlar dunyo bo'ylab kelardi. Boylik kuch demak edi. Lekin afsus, qora kunlar ham keldi. 1717-yilda Rossiya imperatori Pyotr I Xiva xonligi tomon kuchli ekspeditsiya yuboradi. Unga knyaz Aleksandr Bekovich Cherkaskiy rahbarlik qilgan. Maqsad rasmiy tariqada o'zlaricha do'stona munosabatlar edi. Lekin aslida Xiva ustidan nazorat o'rnatish va savdo yo'llarini ochish edi. Qo'shin soni tarixiy manbalarda taxminan 3000 dan 4000 atrofida bo'lgan. Natijada rus ekspeditsiyasi mag'lub bo'ladi. Boshliq Bekovich Cherkaskiy jarohatlanib o'ldiriladi. Ko'pchilik rus askarlari halok bo'ladi yoki asirga tushadi.